Hozir ko'radigan uyimiz 3 xonali, 15-kvartalda joylashgan uyimiz, metroga yaqin joy. Demak, video obzorlarini bir chekkadan boshlaymiz. Ma'lumotlarini oxirida aytib o'taman, to'liq ma'lumotlarni. Uyni ko'rishib boshlaymiz. Demak, bu eshikdan, podyezddan kirishimizda shunaqa ostonamiz kutib oladi. Bu yerga o'tib oling, yo'q. Demak, bu yog'imiz podyezddan kirish eshigimiz, ostonamiz prixo'ja, ya'ni to'rtburchak qilingan. Bu ham o'ziga yarasha juda ham qulaylik tug'diradi albatta. Ana bunaqa shkoflar, garderobni qo'yilgan albatta. Узкий koridor bo'lsa, ko'p mana domlarda bilamiz, koridor kichkina bo'ladi. U juda noqulaylik. Misol uchun shkof yoki kiyim yig'adigan bo'lsangiz, joy juda kichkina qoladi. Bu yerda kattagina prixo'jga xonalarimiz hammasi alohida qilingan va sanuzellar ham alohida qilingan va balkonga chiqish oshxona, balkon oshxona qilingan. Bunga chiqish ham alohida qilingan. Demak, bir chekkadan boshlaymiz. Hop, bu birinchi xonamiz, ya'ni katta yotoqxonamiz. Buni razmeri zal bilan bir xil bo'ladi. Juda ham kattagina ko'rib turganingizdek, ya'ni mana bu mebelni, kravatlarni ham katta hajmdagisi olingan, joylashtirilgan. Shunga qaramasdan juda katta joyimiz qolgan bu yerda. Bu yerda demak, oynalarimiz, chiroyli pardalar. Ajoyib. Menimcha pardalarni qoldirsalar kerak, ya'ni joyida o'zingiz kelib ko'rib, so'zlashganda gaplashasiz albatta buni. Keyingi xonamizdan ko'ramiz. Uyimizni remonti yomon holatda emas, albatta. Ya'ni kirib yashasa bo'ladigan holatda. Bunaqa bezirma, dabdala holatda emas. Kosmetik qilingan desak bo'ladi remontimizdan. Bu da ikkinchi xonamiz, ya'ni bu kichkina bolalar yotoqxonasi desak bo'ladi albatta. Demak, bu yotoqxonamiz ham menimcha romlar arishmagan, o'sha taxta romli anaqalarimiz turibdi. Lekin balkon tomonimiz alishgan akfa, ya'ni o'sha plastik romlardan qo'yilgan. Xo'p, keyingi xonamiz bu albatta mehmonxonamiz, ya'ni zal. Zalimiz, ya'ni yomon holatda emas, albatta, chiroyli holatda, aytib o'tdik, kirib yashasa bo'ladigan holatda. Demak, zalimizning razmeri 3x5 bo'ladi. Demak, shiftimizni, ya'ni patolog balandligi 280 bo'ladi. Albatta, juda ham abo'yli yopishtirilgan, chiroyli, o'ziga yarasha, albatta. Xo'p, keyingi xonalarimiz, demak, sanuzellarimiz, ya'ni hojatxonamiz alohida joylashtirilgan, kafillar qilingan. Albatta, bu yoq tomonimiz menimcha shaxta bo'lishi kerak. Shaxtalarimiz juda ham chiroyli, akkuratni joylashtirilgan. Albatta, kichkinagina shunaqa rakvina joylashtirib ketilgan. Albatta, bu juda ham qulay bo'ladi, o'ziga yarasha afzalligi bor. Shu yerda o'zida, demak, hojatxonadan chiqqanimizda qo'limizni yuvib, albatta, chiqishga juda ham afzal. Demak, bunimiz hammom, ya'ni vanna qilingan. O'zi aslida bu planirovka ozgina o'zgartirilgan. Bu joyimiz o'zini o'rnida oshxona bo'ladi. Oshxonaning o'rni va mana bu koridor bo'lmaydi. Bu yerda koridor yo'li ochishgan, alohida bo'lishligi uchun, ya'ni vannaga, balkonga chiqishga yo'li alohida bo'lishligi uchun juda ham zo'r, yaxshi o'ylashgan planirovkasini. Ya'ni hammasi, xonalar ham, o'sha hojatxona, hammomlar ham alohida bo'lgan. Juda ham zo'r planirovkasi, juda ham yaxshi o'ylangan. Demak, bunimizni ko'rdik. Hammomimiz ham kafillar qilingan, albatta. Hozirgi holatda kirib yashasangiz bo'ladi, albatta. Keyinchalik remont qilaman desangiz, misol uchun xohishga ko'ra kapitalni remont qilib olsangiz bo'ladi joyimizni. Demak, bu yog'imiz oshxona, ya'ni oshxona balkonga chiqarilgan. Bu joyimiz balkon bo'lgan va albatta, boya aytib o'tganimizdek, eski oshxonani o'rni vanna qilingan deganimizda, oshxonani o'rnidan ozgina qoldirilgan. Mana bu regal ko'rib turgan bo'lsangiz, ko'rsating, iloji ko'rsatishga harakat qiling, to'g'ri? Ko'rindi, mana bu regal. Kameraga tushdimi? Xo'p, demak, mana shu regaldan bu yoq qismi, demak, balkon bo'lgan va mana bu joyda e'tibor bersangiz, ozgina qoldirilgan, o'sha balkonga, oshxonaga ozgina qo'shib o'rilgan. Demak, bu yog'imiz oshxona qilingan bo'lsa, bu yoq tomonimiz, demak, o'tiradigan, ya'ni choy poyichi, bemalol shu yerda ovqatlanmoqchi bo'ladigan joy qilingan. Albatta, ataplenniyalar ham chiqarilgan va bu yoq tomonimizda shunaqa chiroyli shkoflar qilib
polkalar qilib, холодильникdan shu yerga joylashtirish, mikrovolnovka pechkalar, ya'ni duxovkalar hammasi shu yerda joylashtirilgan va bu tomonimizdan romini ko'rsatamiz. Mana ko'rib o'tganingizdek, akfa, ya'ni plastik rom qo'yilgan. Xo'p, bu joyimizda Yunusobod 15-kvartalda joylashgan 3 xonali uyimizda 4 qavatli 4-qavatda joylashgan. Tomlari yopilgan, tomda hech qanaqa muammosi yo'q. Aholisi, demak, Yunusobod 15-kvartal metroga yaqin joy, shundoq bir qadam joy, metroda shaharni bilasiz, xohlagan nuqtasiga yetib olsangiz bo'ladi. Bu o'ziga juda ham qulaylikka ega. Uyimizning umumiy maydon 67 kvadrat, ipotekaga ham gaplashsa bo'ladi. Demak, narxi 70 ming so'ralyapti. Joyida ozgina o'tib berishlari mumkin egalari. Demak, telefon nomerlarini qoldiramiz, telefon qilsangiz bo'ladi.